Bugungi videoda shu sehrli Skyblockda 100 kun yashab qolishga harakat qilaman. Qani, let's go. Hammaga assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Bugun biz 100 kun sehrli Skyblockda yashab qolamiz. Bundan oldin videoga like, kanalga podpiska bo'lishni unutmanglar. Xo'p, bizning birinchi qiladigan ishimiz mana bu blokni qaziymiz. Topir olamiz. Let's go. Mana orollar bor, mana shunaqangi Skyblocklar. Go, mana ishga boramiz. Dalbayob. Yanibda. Dalbayob. Yanibda. Orqaga qaytib blok olishimiz kerak. Bu tovuqchalar qayerdan keldi? No mayli. Kill qilamiz. Dalbayob. Mana 3 ta dalbayoblar geniylar. No mayli, mana zato bizga bittasi qoldi, yetadi shu. Bo'ldi, endi davom ettiramiz ishimizni. Mashti qo'lab turib, tushishim kerak pastga. Dalbayob. Mayli, yana bir marta boramiz va yomg'ir yog'vordi. Endi biz geniylik qilib bag'dan tushamiz. Ana. Asal arili orar ekan. Mana o'sha sehrli blok. Kim urdi? Misal g'alati ekan, sekin-sekin surib boramiz. Dalbayob. Endi boshqa davleniyam bor, ozgina. Qaqa boramiz. Voy, yana bir marta tushib ketdim. Kech ham tushib qoldi. Orqaga qaytib blok olishim kerak. Skeleto. Ma. Battar bo'l. Blok olaylik ozgina. Mana silib ham qoldi. Endi nima qilaman? No mayli. Geniyman-da, qaranglar. Hop, endi men nima qildim? Let's go. Boshqa Skyblocklarga ham boramiz. Yana bitta skelet. Davay, yo'q qilamiz. Like bosinglar. Endi yonimizda Skyblockga boramiz. Davay. O'rgimchak ko'rdim. Hozir menga hujum qilmoqchi. O't qilamiz. Shuamiz, meni aldalmaysan. Ana yonimga kelyapti. Mana super. Mana. O'lka. O'ldi. Hop. Qani bu yerdagi sehrli blok? Qani? Menga blok kerak. Dalbayob. Nima qilyapman? Tepaga ketaylik bo'ldi.
bu yerda yo'q ekan u narsa. Boshqa Skyblocklarga ham borib ko'ramiz. Davay. To'g'ridagi Skyblockga boramiz. Jodugarning uyi bor. Garang. Men ham garangman. Boshqatdan paftor qilamiz. Yen skelet qaranglar. Endi yoniga boraman. Mana. Bo'ldi. Tipga chiqamiz. Jodugar bo'lsa o'ldiramiz. Va yo'q ekan va mana o'sha blok. Давай. Va bu narsa suv chiqishini bilmagandim, lekin asabga tegdi, yoqmadi menga. Va ketib bordim. Sal qoldi tushib ketishimga. Va men Endga bormoqchi bo'ldim. End Skyblock'iga. Mana ko'rib turganinglardek. Davay. Ozgina qoldi. Va bu yerda piglinlarning ovozi eshitilyapti. Mana o'sha yerda garang piglin. Juda ham bir ajoyib, zerikarli Skyblock ekan bu. Ketib boramiz bu yerdan. Endi bizga blok kerak bo'ladi. Pastga tushib, ozgina blok olamiz. Ana o'sha blok. Mana yer tagidagi gryazlar pastga yashirib qo'ygan ekan. Va chestda, Ender Pearl va kerakli zo'r narsalar bor ekan. Men to'g'risi ko'tib tashladim buni ichini. Va suvda yopish miyamga kelib qoldi. Skyblockdan ham suv chiqdi. Va tepaga chiqdim va tushib ketdim. Va yana kovladim mana shuni. Chunki menga ko'p blok kerak bo'ladi. Keyin men mana bu skeletga borgim keldi. Va tushib ketdim. Yana harakat qildim. Va hamma bloklarni olib turib, addusha harakat qildim. Like bosib qo'yinglar jigarlar. Mana men esa metta chest borligini ko'rib qoldim va pastga tushdim. Meni molga o'xshab tushib ketdim. Endi daraxtga o'layapman. Va birdaniga o'sha toperni yasash hayolimga kelib qoldi va toper yasadim. Mana qo'ydim va toperni yasab oldim. Menda animatsiya va shader modi sal ajoyibligi uchun narsalar o'zgarib qolgan, sal-pal. Va mana
Let's go. Va uy qurish xayolimga kelib qoldi. Uy quramiz. Juda katta uy quramiz. Bitta o'zimga shunaqangi katta uy. Biroq boshqalarni chaqirmayman, chunki men egoistman. Nimaga men bu blokdan foydalanyapman? Chunki meni ko'zimga shu chiroyli ko'rindi. Men pastini shundan qilaman, tepasini taxtadan qilaman. Geniyman-da. Eng qizig'i menda endi Pearl borligi esimga tushib qoldi. Va birinchi bo'lib shu skyblockga otdim va mana geniyman-da. Va baqotdim va paydo bo'ldi. Oxiri tepaga blok qo'yib turib, tepaga chiqdim. Ani endi otsam 100 talik tushadi. 1 2 3. Tushsa like bosasizlar. Ana endi like bosinglar. O Technoblade. Hazal. Qishloqchani loot qilamiz. Undan oldin kech bo'ldi, uxlab qolish kerak. Bo'ldi, turdi. Endi olamiz. Va tanishib chiqaylik-chi. Hello, how are you? Endi buni uyga kiramiz. O chest bor ekan, olamiz. Yaxshi, oziq-ovqatlar bor ekan. Endi ketishimiz kerak va qaysi skyblockga boraylik ekan. Hop, o mana qamoqxona bor ekan, mana ishga boramiz. Endi yo'l otib. Davay, 1 2 3. Va sekin pastga tushib kill qilamiz. Bu ana sehrli blok ko'rindi va ikkita zombi kill qilamiz. Kalamush.
zerikarli joy ekan. Mana shu yerdan pastga tushamiz. Iyi. Portalu. Bitta nima bor? Hop. Ya o neyni? Menda bitta interpyol bor, qaysidir Skyblockga borishim kerak. Va menga yaqini mana bu. Bekor baqa tushgan menda. Gubkani qo'ysam suvni tortib oladi deb o'yladim. Va uyni qurishda davom ettiramiz. Va do'stlar, videoni shu joyda stop. Birinchi qism tugadi. Keyingi qism qachon chiqadi bilmayman. Sizlar like podpishka qilib turinglar, obuna bo'linglar. Chunki bu video meni kanalimda birinchi marta shunaqangi video olishim. Video yoqqan bo'lsa, o'zingizni fikringizni kommentga yozib qoldiring. Mayli, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.